Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 13 oktyabrdan 15 oktyabrgacha Chexiya poytaxti Pragada o'tkazilgan va xalqarodagi eng nopozli kishilik huquq munbarlarining biri hisoblangan 28-navbatlik munbar 2000 yig'inida Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasi yig'inning muhim kun tartiblarining biri bo'ldi. Munbar 2000 yig'ini siyosatchilar, siyosiy faoliyatchilar, diplomatlar, tadqiqotchilar qatnashib, dunyodagi mavjud masalalar muzokara qilinadigan va davlatlarga, parlamentlarga taklif tavsiya suniladigan bir demokratiya munbiri bo'lib, bu yig'inga har yili Uyg'ur tashkilotlari vakillari qatnashib kelmoqda. Bu yilgi yig'inga Markaziy Washingtondagi Uyg'ur harakat tashkilotining raisi ve Dünya Uyg'ur qurultiyining vakili Roshan Abbas, Qurultay tadqiqot markazining mudiri Abduli Ayub, türmedagi Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining qizi Javhar İlham qatorliqlar taklif bilan qatnashib, navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarining hozirma ham davom qilayotganligidagi reallikni o'ttirib qo'ygan. 14 oktyabr kuni atdiganda Roshan Abbas, Abduli Ayub, Javhar İlham ve Avrupa Parlamentining a'zosi Maryam Leksmanlarning qatnashishida Chexiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining doktori Andrey Klemensning riyosatchiligida Xitoyning Uyg'ur irqi qirg'inchiligi va Uyg'ur ziyolilariga qarshi zulmi, İlham To'xti va Gulshan Abbas degan temada maxsus yig'in o'tkazilgan. Bu munbarda Uyg'ur tashkilotlarining vakillari tarafidan Xitoyning irqi qirg'inchiligining hozirma davom qilayotganligi, Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda elib berayotgan bu qirg'inchiligining faqat yaqinqi yillardagi bir hodisa bo'lmasdan, balki Xitoy ishg'olidan keyin sistemli holda davomlashib kelayotganligi o'ttirib qo'yilgan. Munbar ahliga va har qaysi demokratik davlatlarga bu qirg'inchilikni to'xtatishda amaliy kuch chiqarish kerakligi haqida chaqiriq qilgan Roshan Abbas xonim bu haqda telefon orqali istansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu Forum 2000 degan bu yig'inda Xitoy hukumatiningki Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining hozirmi davom qilayotganligini, Xitoy hukumatining yolg'iz Uyg'urlarga emas, butun insoniyatning erkinligi, demokrasiyasi va kishilik huquqi uchun tahdid shakllantirayotganligi, dunyo jamoatining bu masalaga texnik jiddiy ko'ngil bo'lib, jazo lagerlarininki bir kun bo'lsa-mu baldiroq taqilishi uchun tirishchanlik ko'rsatishi lozimligi qatorliq keng mazmunlar o'tirg'i qo'yildi va Xitoy hukumatininki Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib uzun o'tmaylarmi Uyg'urlar ustidan qirg'inchilik va tutqun qilishlarni boshlaganligi, masalan 50-yillardagi yer islohoti mazgirlarida yerlik millatchi deb Uyg'urlarning ziyolilari, liderlari tutqun qilib ularni o'limga mahkum qilganliklari 60-yillardagi ichilib sayrash va madaniyat zo'r inqilobi mazgilida minglagan Uyg'ur ziyolilarini yana tutqun qilganligi, etib tashlaganligi va uzun muddatli turmalarga band qilganligi, undan keyin har turli kurashlarga tortganligi va 2016-yili jazo lagerlarini targ'ib qilib, jazo lagerlarini qurib, haddi hisobsiz Uyg'ur ziyolilarini qo'lga elib, İlham To'xti va mening hadam Gulshan Abbas qatorliq shularning misolidagi shundaq ziyolilarga qartayotgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi bo'lgan Uyg'urlarning aql odamlari, ziyolilar oldidagi boshlig'uvchilari degandek mushu kishilarni nishon qilayotganliklari qatorliq mazmunlarni so'zlab o'tdik. Munbar 2000 yig'inining 14 oktyabr kunidagi muhokama bo'limida so'z qilgan Abduli Ayub apandim bu haqda qisqacha ma'lumot berib, mundaq dedi. Mening deganim İlham To'xtining yaqin qaybalar qildi. Masalan, İlham To'xtiningki, İlham To'xti qarayotgan soqchi bolaninki G'ofur Abdurshid bu yil fevralda tutqun qilinganligini, ondan İlham To'xtining onasininki 2022-yili vafot bo'lganligini, shu vafot xabarining bizga 2 yildan keyin yetib kelganligini, undan boshqa İlham To'xtining 2 o'g'lininki Urumchida yata olmay ketayotganligini. Bu üç misal orqali men birsi umumiy tutqunning to'xtamaganligini bayon qildim. Masalan, umumiy tutqun taki bu shu 2017 boshlangandan boshlab to'xtamadi. Hamdaligi 2017-yildagidek ishk o'y kirib odam tutadigan ish to'xtagan bilan, lekin qarmoqqa ilingan kishilarningki izchil nazoratda tutqun
dan qo'rqish xavfida yashayotganligini buni tushuntirib o'tdim. Buning misol sifatida bu G'ofurji Abdurashid undan boshqa tutilgan bu bir turkum bolalar var. Masalan, Mevlan Mehmet Tursun, Şirali Eltekin, Eysacan Mahmut degandek mushu tutilganlarni bir-birlab tushuntirib o'tdim. Undan boshqa Ilham To'xtning ikki o'g'li Beyjingdagi uyidan 3000 kilometr yiroqlikda Urumchida yatoqliq maktab tetiyotdi. Bu orqali yatoqliq maktablarningki Uyg'ur kimligini yo'qotish, Uyg'ur qirg'inchiligining sur'atini tiziltishda rol o'ynayotganligini tushundim. Masalan, Uyg'ur yatoqliq maktablarining necha bo'linganligi, nalarga joylashganligi, ularning Uyg'ur kimligini yo'qotish, Uyg'ur qirg'inchiligini tiziltishda qanday rol o'ynayotganligini, yatoqliq maktabda o'qib chiqqan ikki Uyg'ur bolalarning ko'rishganligini, u Uyg'ur bolalarningki Uyg'ur tilini butunlay unutib, Uyg'ur tilini so'zlaymas bo'lib qolganligini, ularning Istanbulda hozir Uyg'urcha o'rganayotganligini, undan boshqa bu qamoqdagi Uyg'urlarningki ro'y besim deyishayotganligini, ya'ni ularningki yaxshi ko'rgan urug' tuqqanlarning, qarindoshlarining ahvolidan bexabar, aloqasiz yashayotganligini, buning misol sifatida Ilham To'xtiningki o'zining onasining vafotidan bexabar yashayotganligi, onasining o'g'lining qanday yashayotganligidan bexabar holda jon uzganligi degan iborat bu fojiani tushundim. 1996-yili Chexiyaning marhum prezidenti Václav Havel, yaponiyalik saxovatchi Yoxi Sasakawa va Nobel tinchlik mukofoti sohibi Elie Wieselning o'rtaq tashabbusi bilan qurilgan bu minbar qurilgandan buyon har yili bir qatam ochilib kelmoqda. Hozirgacha bu minbarga siyosat sohasidagi dongli arboblar qatnashib kelmoqda. Buningga Saudiya shahzodasi Hasan bin Talal, Yoxi Sasakawa, Frederick William Bill Clinton, Oscar Arias Sanchez, Dalai Lama, Henry Kissinger qatorliq dongli kishilar qatnashgan bo'lib, bu qatimqi minbarga Amerikaning sobiq parlament boshlig'i Nancy Pelosi, Tayvanning sobiq prezidenti Tsai Ing-wen, Rossiyalik tarixshunos yozuvchi va dongli o'qitish siyosatchi Vladimir Kara-Mirza qatorliqlar qatnashgan. Uyg'ur Akademiyasining uyushtirishi bilan xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari temasi bo'yicha Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi 10-oyning 12-kunidan 13-kunigacha Istanbulda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu kursga Turkiyaning har qaysi shaharlarida oliy maktabda o'qiyotgan Uyg'ur yoshlardan 20 nafar yosh qatnashdi. Turkiyadagi Uyg'ur Akademiyasi vaqfisining raisi Abdulhamid Qaraxon apandining stansimizga bildirishicha, Uyg'ur Akademiyasi Uyg'ur yoshlaridan tayanch kuchlarni yetishtirish maqsadida 2019-yildan hozirgacha 11 qatim o'xshamagan temalarda Uyg'ur yoshlarga qarata tarbiyalash kurslarini o'rinlashtirgan. Bu kurslarga qatnashgan Uyg'ur yoshlari Sharq Turkiston milliy kurishiga munosabatlik milliy mafkura, tashkilotchilik, taratqu, tashviqot, xalqaro vaziyat, milliy kurash yo'llari, Sharq Turkiston mustaqilligiga munosabatlik muhim temalarda dars olgan. Abdulhamid Qaraxonning bildirishicha, Uyg'ur yoshlarini xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari degan tema bo'yicha uzun muddatli tarbiyalash kursida leksiya berishga bir qism Uyg'ur va turk tadqiqotchilar taklif qilingan. Kursning tunji leksiyasini Istanbul Universiteti tarix fanlari professori doktor Ömer Qul apandi 20-asr Sharq Turkiston mustaqillik kurashi va 3 apandi degan temada so'zlagan. Ikkinchi leksiyasida Uyg'ur Akademiyasi vaqfining bosh kotibi doktor Farhod Qashqari apandi Sharq Turkiston milliy kurashda tashkilotchilik degan temada, kursning 3-leksiyasida Istanbuldagi Me'mor Sinan Güzel San'atlar Universiteti musiqa o'qituvchisi, Uyg'ur Akademiyasi bosh taftishi doktor Gulzoda Tangirtog'li xonim Uyg'ur milliy urf-odatlar haqida savod degan temada nutq so'zlagan. Kursning 4-leksiyasi yakshanba kuni atdigan o'rinlashtirilgan bo'lib, Uyg'ur Akademiyasi vaqfi tashviqot bilim mudiri doktor Turdimet Tursun Qarapandi Turkiyada Uyg'ur axborotchiligi degan temada kursning 5-leksiyasida Istanbul Tijorat Universiteti axborot va aloqa bilimi o'qituvchisi professor doktor Abdulhamid Avshar apandi taratqu va Sharq Turkiston kurashi degan temada leksiya so'zlagan. Kurs qatnashgan yoshlar bu leksiyalardan o'xshamagan darajada manfaat olgan bo'lib, ularning ilgirki vaqtlarda o'rgangan hamda o'zlashtirgan bilimlarini taxim beyitishda muhim rol o'ynaganligi ma'lum. Egilenishicha, Uyg'ur yoshlarini xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha uzun muddatli tarbiyalash kursining bu oydagi 2 kunlik tarbiyalash programmasi yoshlarning o'xshamagan leksiyalarga qizg'in ishtirok qilishi, leksiyalardan keyingi savol-javob ham munozaralar bilan qizg'in kayfiyatlar ichida davom qilgan. Bu kurs uzun muddat davomlashadigan bo'lib, har oyda 2 kun haftaning oxirgi kunlari dars o'tildi ekan. Bu kursning keyingi qismi 11-oyning 16 va 17 kunlari Istanbulda davom qildi ekan.
Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta rəhimsizlər жүргізayotgan irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlangandan keyin 2018-yili Dunyo Uyg'ur qurultayining Avstraliya vakili Yusuf Abdurayim, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Alg'at Abbas, Avstraliyadagi vatanparvar peshqadam Uyg'ur ziyolilaridan Mejit Apandi boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur har yakshanba kuni Sidney shahar markazida Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish boshlagan edi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining yaqindan qo'llashi va moslashib berish bilan o'tkazilayotgan namoyish 6 yildan buyon izchil davom qilmoqda. Bu 6 yil mobaynida o't yurak namoyishchilarimiz issiq sovuqqa va yomg'ir shivirg'anlarga qaramasdan navbat bilan namoyishni davomlashtirish orqali bir tarafdan Avstraliya xalqiga Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni anglitishga tirishib kelsa, yana bir tarafdan Avstraliya hukumatini Xitoyning bu xil zulmiga qarshi kuchli cheklash tadbirlarini yo'l qo'yishga, Avstraliya parlamentining Amerika boshchiligidagi boshqa demokratik davlatlardan ulgilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishga chaqirib kelmoqda. 13 oktyabr yakshanba kuni yana jamoat arbobi Yusuf Abdurayim apandim boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur Sidney shahar markazida namoyish o'tkazish orqali o'zlarining Uyg'ur xalqiga bitmas, tugamas baloy ofatlarni elib kelayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilishdi. Namoyish maydonidan stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi vakili Yusufjon Abdurayim apandim o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum, butun majlisda yashayotgan taqdirdosh vatandoshlarım, hammanglarga yaratgan Janob Allohning go'zal so'z hidoyatlari bo'lsin. Vatanga bo'lgan mehr-muhabbatingni Alloh ziyoda qilsin. Men Avstraliyaning Sidney shahrida turaman. İsmim Yusuf Abdurayim. Biz zolim kofirga qarshi 2018-yili 6-oydan 2000 hozir qadar zolim kofirga qarshi Avstraliyaning Sidney shahrining shaharlik hukumat oldida namoyish qilyapmiz. Bu namoyish qilishimiz ne? Sidney Uyg'ur jamiyatining qo'llashi bilan, jamoatimiz Sidney jamoatining yordami bilan boshladik. Hozir qadar shu jamiyat qo'llab Sidney jamoati yordam qilib namoyishimizni davomlashtiryapmiz. Biz shu ona vatanimiz Sharqiy Turkistondagi 35 million xalqimizning zolim kofirning zulmidan shahid bo'lgan 5 million xalqimizning qon qarzi bilan mush hur dunyoda yashab şu xalqimiz üçün ovozimizni chiqarish uchun shu zolim qarshi tanqolda bu namoyishni qilyapmiz. İnşallah Allah salomat qilsa, biz bu namoyishimizning davomini 11-oyning 15-idan keyin zolim kofirning yurib olgan Sidney konsulining oldiga yo'tkaymiz. Biz her zaman şu 35 million xalqimizning zolim kofirning turmush shahid bo'lgan 5 million xalqimizning qon qarzini cho'qim shu zolim Xitoydan hisobot elish uchun bu namoyishni qilyapmiz. Biz g'alaba qilmayni. İnşallah şu zolim kofirga qarshi tanqolda bo'lsin, Sidneydagi Xitoy konsul oldida bo'lsin, har zaman namoyishimizni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.